Baliqchi shahri, Baliqchi degan joy. Kesib o'tyapmiz shu Baliqchini. O'ng tarafimizda bir 100 metrdan keyin ko'l bor, hozir ko'l ko'rinmayapti. Issiq ko'lning yonidan ketyapmiz hozir. Makshatga olib qaraganda. Mana shu uydan 4-etajdan olganmiz biz arendaga 3 kunga. 4 kunga turibdi. Bu oldida kachelerlar bor. Bolalar maydonchalari. Chiroyli gullar ekib qo'yilgan. Ha? Gulchalari bor, chiroyligina. Chiroyli ekan. Chiroyli ekan. Mana hamma joy gul bor. Sohilga stankalar bor. Sohilga 200 metr. 200 metr sohilga. Mana o'shada ko'l. Biz o'zimiz tanlagan mehmonxona uyimizga joylashib bo'lib, keyin yuklarimizni qoldirib, sohilda bir kechki payt aylanishga chiqdik hozir. Oilaviy tinch, odamlar kam. Mana Zolotoy Piski degan o'zbekistonliklar juda ko'p tur agentlar olib boradigan joy bor. O'shandan bir 3-4 kilometr o'tgandan keyin joy ekan. Bu joyning nomi Kirgizskiy vzmorye deydigan joy ekan. Tinch joy, sohilda bo'yidagi dam oladigan gostinitsalar, har xil dam olish uylari joylashgan joy. Kechki payt odam uncha ko'p emas ekan, bemalol sayr qilib yurish mumkin. Shuning uchun oilaviy chiqib, suv bo'yida aylanib yurdik. Qumlari toza, havosi ham toza. Endi umuman olib qaraganda bu joylar Issiqko'l dengiz sathidan 1600 metr balandlikda joylashgan ko'l ekan. Bu dunyoda ikkinchi ko'l debdi. Shunaqa balandda joylashgan. Shuning sababli yozda ham o'zi issiqligi nima, ob-havoni 26 gradusdan yuqori bo'lmaydi deb aytishdi. Salqin, toza havosi juda ham bilinib turadi. Tog'li hududligi. Aylanishga chiqdik, suv sohilda mazza, juda ham mazza havosi. Biz o'sha uy mehmonxonani Booking.com ilovasi orqali oldindan bir 15 kun oldin band qilganmiz. Bu mehmonxona uyimiz, ichida hamma sharoiti bor. Даже ovqat pishirish, kir mashinalarigacha bor. Tayyor yashaydigan kvartira uyda. Nimadan? Sohildan 200 metr uzoqlikda joylashgan. Narxi 4 kunga 200 dollarga yaqin pul to'ladik biz. 190 dollarmi, shunaqa. 200 dollarga yaqin. Atrofda magazinlar, kafelar bor. Ovqatlanaman desa sharoit yaxshi. Juda ham yaxshi joy. Keyin sohilga ham juda ham yaqin. Sohilgacha bo'lgan hududda daraxtlar bor. Daraxt soyada boriladi, 200 metrda sohilgacha yo'l bor. Xohlagan vaqtda borib, sohilda cho'milib kelib, yana mehmonxonaga kelib yurish mumkin. Bu bizda atrofimizda joylashgan mehmonxona uylar. Xuddi biznikiga o'xshagan uylar. Bu 3 etajli ekan, biz 4 etajlisga joylashganmiz. To'g'rida ko'l ko'rinyapti mana shu. To'g'ri borsa ko'l bor. Atroflar mana bu chap taraf, o'ng tarafda kafelar bor, magazinlar bor, baliq sotadi. Har xil narsalar bor, dam oladigan, dam oluvchilar mana mashinalarini qo'yib qo'ygan. Havosi juda ham toza, mana sohilda hamma kechki payt voleybol o'ynaydi, sport mashg'ulotlar qilib yotibdi, xohlagan cho'miladi. Mana parashyutda uchiryapti. Hamma sharoit bor-da dam olish uchun. Tepaga qara. Haqiqiy cho'miladigan dengiz atmosferasini berar ekan hatto. Biz oilaviy chiqib kechki payt cho'mildik. Ayniqsa tonggi vaqtlarda havosi juda ham zo'r. Har kuni ertalab tongda chiqib aylandik biz ham shu oilaviy piyoda sohil bo'yida. Tinch, ozroq shabada bor, lekin juda ham havosi tozaligi bilinib turadi. Odam ketgisi kelmaydi. Juda ham zo'r haqiqatan. Havosi yaxshi ekan. Shu ertalablar где-то 18-19 gradus plus havo. Yengil kiyinsa odam sal sovqotadi. Shuning uchun ustimizga sportivka kiyib olganmiz. Bulutli, zo'r havo vaqti bordik. Manzaralar juda ham chiroyli-da. Mana prichallar bor. Bizning o'zimizda atrofimizda 3 ta prichal bor ekan. Shu nimamizga, uy mehmonxonamizdan sohilga chiqqanda 3 ta alohida prichal bor ekan. Chiqish, qanaqa skameykalar o'rnatilgan, bemalol o'tirib, suvni tomosha qilib dam olish mumkin.
ustiga sharoit qilib qo'yib turdik. Nimalarda siz o'qigan. Mana sohilda odamlar aylanib chiqibdi. Yoqda tosh yo'qmi? Biz tutsigan nima qilyapti? Nima qilib o'tiribsan, qizim? Ha? Xo'p. Keyin biz xapangni qarang, nima yasayotgan.